inson ega bo'lgan eng esil, eng qimmatli narsa va inson saqlab qoladigan eng katta, eng cho'ng ne'mat. Sherik insonning tabiiy fitrat nurini sherik o'chirib o'tadi. Chunki bu sherik degan insonning baxtsiz bo'lishi va dushmanlarning hukmronlik qilishining asosiy sababi sherik kufrdan kelib chiqadi. Shuning uchun biz la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb iymon kalimasini tilimizda iqror qilib, dilimizda tasdiqlab, amaliy harakatimiz bilan uning taqozosi bo'yicha amal qilgandan keyin bu shahodat kalimasidan keyin keladigan eng buyuk amal qaysi desa namoz. Chunki namoz degan qiyomat kuni banda tunji qitim hisob elinadigan amal. Bo'libmi jamoatlar bilan namoz o'qishga hargiz sal qarmaslik kerak. Olamlarning Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa taat ibodat qilishda ho'rinlik qilmaslik kerak. Shuningdek, Alloh subhanahu va taoloning o'ziga itoat qilgan muvahhid bandalarga tayyorlagan ne'matlaridan yuz o'rmaslik kerak. Chunki insonning o'zining Rabbiga bo'lgan aloqasi qanchalik yaqin bo'ladi ekan, bu odamga Alloh tarafdan keladigan yaxshilikmi shuning asosan bo'ladi. Shunga Rabbimiz bilan bo'lgan aloqani, yaqinlikni kuchaytirishga tirishishimiz kerak. Gunoh ma'siyatlardan, xatoliklardan yiroq turish kerak. Chunki inson gunoh ma'siyatga cho'mganda, xatoliklar ko'p bo'lganda, bundaq insonga taat ibodatlar ig'ir keladigan bo'ladi. Yana musulmonlarning qiladigan muhim ishi tavhid aqidasini mustahkamlagandan keyin Allohning dinini kattalash uchun kishilarni Allohning diniga da'vat qilish. Bu yo'lda ilgari o'tgan Allohning elchilari, payg'ambarlarga ergashish va go'zal so'zlar, go'zal harakatlar bilan kishilarni dinga chaqirish va kishilarning moddiy, ma'naviy qalb kasallari bo'lsa, buni tekshirish va o'z joyida buni munosib bo'lgan davolar bilan davolash. Shundaqla o'zi da'vat qilayotgan kishilarningki ahvolini bilish, ularning nimaga ehtiyojli bo'lganligini bilish. Shuningdek, bizning g'am, qayg'u, ig'irchiligimizni biz kishilarga yuklamasdan, ya'ni kishilarning ig'irchiliklari, g'am, qayg'ulari bo'lsa, buni ustiga ilish kerak. Shuningdek, tavhid aqidasini kuchlantirish, dinni mustahkam turish uchun inson tavba istig'forni ko'p qilish kerak. Chunki bu yerda e'tiborga ilindigani qaysi desa, insonning nihoyat oqibatning mukammal bo'lishi, u boshlanishdan kamchilik bo'lish emas, insonningki tuganjisining oqibatning yaxshilik bo'lishi kerak. Yaxshilikning qabul bo'lishining alomati nima desa, yaxshilikqa yaxshilikni agashtirib, uzildirmay qilish kerak. Shunga Qatada radhiyallohu anhudan bayon qilingan bir hadisda haqiqatan mushu Qur'oni Karim sizlarning kasallaringlar va kasallaringlarni davolaydigan davoga yetaklab qo'ydi. Ammo sizlarning kasalliginglar qaysi desa, bu gunohdan iborat. Ammo bu kasalning dorisi, davosi nima desa, Allohga istig'for etib, gunohdan kechirim qilishni, Allohdan talab qilishni iborat. Shundaqla bu jannatga kirishning sababidir. Insonningki iymoniy moddiy kuch-quvvat ziyoda bo'lishining sababidir. Balo musibatlarning dafi qilishining sababidir. Abul Minhal rahimulloh degan kishi shunday aytadi: bir odam istig'forni ko'p aytgan bir kishidan yaxshiroq bir qo'shniga bo'lmaydi deydi. Ya'ni inson o'zining qabrisida istig'forni intayin ko'p aytgan, Allohdan ko'p rahmat, mag'firat talab qilib o'lib ketgan kishining yeniq dafn qilinsa, inson bundan intayin xursandlanadi. Chunki musulmonlarningki bir-biriga manfaati yetadi. Xuddi dunyoda yomon qo'shniningki aziyatlari yetgandek, oxiratda yaxshi qo'shniningki foydasi insonga yetadi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni tavhid aqidasida mustahkam qilsin. Bu aqidamizni kuchlantiradigan amal ibodatlarni mukammal shaklda ado qilishga muyassar qilsin. Har vaqt tilimizni Allohdan rahmat, mag'firat talab qilib istig'for etishdan tilimiz to'xtab qolmasin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma rabbi yassir va la tu'assir va tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi darsimiz tavhidning ahamiyati to'g'risidagi ikkinchi dars. Ya'ni bu tavhid degan Allohni e'tiqodda, amalda, so'zda, hammada yakkagona yolg'iz deb e'tiqod qilishdan iborat bo'lib, hamda Alloh bilan qasam qilish hojat bo'lgan o'rinlarda bu olamlarning Robbi bo'lgan Allohni ulug'lash, Allohni kattalashning qatorida hisoblanadi. Bundaq joylarda Allohning g'ayri bilan qasam qilish bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning sha'nini tuvanga tushirish
ve ulug'ligiga ta'sir yetkazish hisoblanadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadislarida kimki Allohning g'ayri bilan qasam qiladigan bu odam haqiqatan ya'ni kofir bo'ldi yoki Allohga sherik keltirdi. Shuningdek kishilar boshqalarning ko'z tegib ketamiki yoki menga foyda manfaat yetamiki yoki mendan ziyon zahmatlar yiroq bo'lamdiki deb bo'yniga har xil tuma rangli tosh degandek bir narsalarni esib olsa, buni esishdagi maqsadi nima desa, shu ko'z tegishdan saqlanaman, boshqalarning ko'zi tegmasin, menga shu orqali yaxshilik yetadi yoki yomonlikdan saqlanaman deb qolsa, Alloh subhanahu va taolo bundaq odamningki undaq e'tiqod qilgan, talab qilgan narsani hargiz amaliylashtırmaydi. Balki uning aksiga erishib qilishi mumkin. Shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisida kimki tuma esib oladi ekan, Alloh subhanahu va taolo bundaq odamning ishini tamomlab bermaydi. Bu yerdagi maqsad ko'z tumasi bitirib, qog'ozga yozib, buni bo'yniga esib olsa, bu odamga ko'z tegmaydi, xim xatardan saqlandi, tuma orqali deb mendaq e'tiqod qilib qolsa, bu kishi xatolashgan bo'ldi. Balki bu shirk e'tiqodni hisoblanadi. Shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'yniga tuma esib kelgan bir odamdan bay'atni qabul qilg'ili unamagan. Bu to'g'rida Uqbat ibn Amr al-Juhani radhiyallohu anhu aytadi, payg'ambar alayhisolamning qishiga bir guruh kishilar keldi. Payg'ambar alayhisolam ulardan 9 nafar odamning bay'atini qabul qildi. Orasidan bir odamning bay'atini qabul qilmadi. Ular aytdiki, Allohning elchisi, biz 9 aylan sizlarga bay'at qildik. Bu bir kishining bay'atini qabul qilmadi degan vaqtida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu odam bo'yniga tuma esib olibdi dedi. Shuning bilan bu odam bo'ynidan tumani ilib, uni uzib tashlab o'tgandan keyin payg'ambar alayhisolam uning bay'atini qabul qildi va shundaq dedi. Har qanday odam tuma esib oladi ekan, ya'ni o'zininki foyda manfaatini, baxt saodatni shu tumaga aloqador qilib oladi ekan, bu odam Allohga sherik keltirgan bo'ldi. Hamda inson qattiq qiyinchilikqa duch kelgan vaqtda, g'am qayg'ularga cho'mgan vaqtida yekkigani bo'lgan Allohga iltijo qilish kerak. Alloh nima degan yaxshi ijobat qiluvchi. Har qanday qiyinchilik, balo, musibat, zulm, kulfat kuchirgan vaqtida oldi bilan Allohga iltijo qilsak, Allohdan yordam talab qilsak, sabablarni qilsak, Allah subhanahu wa ta'ala bizning talablarimizni ijobat qiluvchidir. Har qanday odam butun vujudi bilan Allohga esladi ekan, Alloh uning hojatlarini ado qiladi. Ve o kishi o'zining hojatlarini Allohdan tilaydi ekan, Allohga iltijo qiladi ekan, o'zining ishining hammasini Allohga topshiradi ekan, Alloh subhanahu va taolo bu odamning so'ragan hamma ishlariga o'zi kepil bo'ladi. Bu odamning qiyinchiliklarini osonlashtirib beradi. Ammo insonning qalbi, e'tiqodi ve Allah'ın g'ayriga aloqador bo'lib qoladi ekan, yoki o'zining ilmi, aql parasti yoki bo'yniga asqan tumanlari yoki Allohning g'ayridagi boshqa bir narsalarga o'zining orzu armonlarini aloqador qilib qo'ydi ekan, yoki o'zining kuch-quvvati yoki bir shaxs yoki o'rinlarning kuch-quvvatiga tayinib ulardan har xil Allohdan boshqa kishilar qilolmaydigan yordam madadlarni tilaydi ekan, shuning hammasi xorliqdan iborat. Chunki tavhid kitoblarida shunday bayon qilinadi, oyat hadislar bilan va tecrübe sabaqlar bilan tanıştık bir iş. Yani her qanday odam o'zining arzu armonlarini, g'am qayg'ularini Allohning g'ayriga aloqador qilib qo'ydi ekan, bu odam oxiratda ziyon tortadi. Shuningdek, islom dinining mustahkam ulini o'rib o'tadigan narsalarning qatoridan insonlarning sehrgarlar, saxtifazlar, rambal, baxshilar, chimkashchilarning qishig'i urib, ulardan yo'q narsalarni so'rab, ularning gapiga ishonishning o'zimi bu islom dinini yo'q qiladigan olat sebeplerden hesaplanıdı. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi, Harut bilan Marutdan ibaret iki periştinin vaqaligini bayan qilib, "Ve ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kishilar bizga sehr o'rgatib qo'ygan, o bu deb kelgandan keyin mushkilani aytdi. Biz sizlarga tushirilgan zimin ahliga bir fitna sinoq qilib tushirildik. Sizlar hargiz Allohning ne'matiga tuzkorlik qilmanglar, Allohga kafir bo'lmanglar, sehrgarlik o'rganmanglar deb ular oldi bilan nasihat qildi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislarida "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi vasallam." Har qanday odam rambal, baxshi, chimkashchi qatorliqlarning qishig'i kelib, bir narsalarni so'rab, uning degan gapiga ishonadi ekan, bu odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil qilgan islom diniga kafir bo'lgan bo'ldi. Agar bir kishi sergarlarning qishig'i urib, boshqalarga hiyla-mikr qilishni
ilm fikr qilib birishni yoki palonda o'cham batda buning bir sehr qilib bergan debdi. Bunda qilib qolsa bu odamning boshqalar qilgan ilm fikri sehrisiningki vabali oqibati o'ziga qaytadi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ إِلَّا بِأَهْلِهِ yani ilim-ikir yamanlıknınki vebali özün əhlin tapıdı, özün əhli qaytıdı. Zulüm bilen müdafiə kılınmaydı. Bir adam özümüzden bir dini kırındışımız, onun bilen bir iş bulup qalsa, yani kanı bilen yüməyən dep, onun qıtan tutmasın, bunu əpu qılıversak yaxşı buludu. Amma zalimlar, həddidin aşkıcı kapırlar zulüm kılıdıken, bulağa küçümüzden yetişçe zulümünü yok kılış için karşılık kılışımız gerek oludu. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı: "Ve minel Kur'ani ma huwa şifa'u ve rahmetun lil mu'minin." Biz Kur'an-ı Kerim'de müminlarga rahmet boladigan, şifa boladigan şundaq ayetlerini nazil kıldık. Şunun için Müslüman özününki aqidesini muhafazat qilish kerak, aqidesini qo'g'dash kerak. Çünkü insan ega bo'lgan eng isil, eng qimmatli narsa va inson saqlab qoladigan eng katta, eng cho'ng ne'mat. Şirk insonning tabiiy fitrat nurini şirk o'chirib o'tadi. Çünkü bu şirk degan insonning baxtsiz bo'lishi va dushmanlarning hukmronlik qilishining asosiy sababi shirk kufrdan kelib chiqadi. Shuning uchun biz la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb iymon kalimasini tilimizda iqror qilib, dilimizda tasdiqlab, amaliy harakatimiz bilan uning taqozosi bo'yicha amal qilgandan keyin bu shahodat kalimasidan keyin keladigan eng buyuk amal qaysi desa namoz. Çünkü namaz degan kıyamet günü bende tuncu qitim hesap elinadigan amal. Bulupmu cemaatler bilen namaz o'qishga herkes sal qarmaslik kerak. Alemlerning Robbi bo'lgan Allah Subhanahu ve Teala'ga taat ibadet qilishda hurlik qilmaslik kerak. Shuningdek Allah Subhanahu ve Teala'ning o'ziga itoat qilgan muvahhid bandalarga tayyorlagan ne'matlaridan yuz o'rmaslik kerak. Chunki insonning o'zining Rabbiga bo'lgan aloqasi qanchalik yaqin bo'ladi ekan, bu odamga Alloh tarafdan keladigan yaxshilikmi shuninga asosan bo'ladi. Shunga Rabbimiz bilan bo'lgan aloqani, yaqinlikni kuchaytirishga tirishishimiz kerak. Günah masiyatlardan, xatoliklardan yiroq turish kerak. Çünkü insan günah masiyatga cho'mganda, xatoliklar ko'p bo'lganda, bundaq insonga taat ibadetler ig'ir keladigan bo'ladi. Yana musulmonlarning qiladigan muhim ishi tavhid aqidasini mustahkamlagandan keyin Allohning dinini kattalash uchun kishilarni Allohning diniga da'vat qilish. Bu yo'lda ilgari o'tgan Allohning elchilari, payg'ambarlarga ergashish va go'zal so'zlar, go'zal harakatlar bilan kishilarni dinga chaqirish va kishilarning moddiy, ma'naviy qalb kasallari bo'lsa, buni tekshirish va o'z joyida buni munosib bo'lgan davolar bilan davolash. Shundaqla o'zi da'vat qilayotgan kishilarningki ahvolini bilish, ularning nimaga ehtiyojli bo'lganligini bilish. Shuningdek, bizning g'am, qayg'u, ig'irchiligimizni biz kishilarga yuklamasdan, ya'ni kishilarning ig'irchiliklari, g'am, qayg'ulari bo'lsa, buni ustiga ilish kerak. Shuningdek, tavhid aqidasini kuchlantirish, dinni mustahkam turish uchun inson tavba istig'forni ko'p qilish kerak. Chunki bu yerda e'tiborga ilindig'ini qaysi desa, insonning nihoyat aqibatining mukammal bo'lishi, u boshlanishning kamchilik bo'lishi emas, insonninki tuganjisining aqibatining yaxshilik bo'lishi kerak. Yaxshilikning qabul bo'lishining alomati nima desa, yaxshilikni agashtirib, uzildirmay qilish kerak. Shunga Qatada radhiyallohu anhudan bayon qilingan bir hadisda haqiqatan mushu Qur'oni Karim sizlarning kasallaringlar va kasallaringlarni davolaydigan davoga yetaklab qo'ydi. Ammo sizlarning kasalliginglar qaysi desa, bu gunohdan iborat. Ammo bu kasalning doğrusi davosi nima desa, Allohga istig'for etib, gunohdan kechirim qilishni, Allohdan talab qilishni iborat. Shundaqla bu jannatga kirishning sababidir. İnsonninki iymoniy, moddiy kuch-quvvat ziyoda bo'lishining sababidir. Balo musibatlarning dafi qilishining sababidir. Abul Minhal rahimulloh degan kishi shunday aytadi: bir odam istig'forni ko'p aytgan bir kishidan yaxshiroq bir qo'shniga bo'lmaydi deydi. Ya'ni inson o'zining qabrisida istig'forni intayin ko'p aytgan, Allohdan ko'p rahmat, mag'firat talab qilib o'lib ketgan kishining yeniq dafn qilinsa, inson bundan intayin xursandlanadi. Chunki musulmonlarningki bir-biriga manfaati yetadi.
xuddi dunyoda yomon qo'shniniki aziyatlari yetgandek oxiratdami yaxshi qo'shniniki foydasi insonga yetadi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni tavhid aqidasida mustahkam qilsin. Bu aqidamizni kuchlantiradigan amal ibodatlarni mukammal shaklda ado qilishga muyassar qilsin. Har vaqt tilimizni Allohdan rahmat, mag'firat talab qilib istig'for etishdan tilimiz to'xtab qolmasin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.